Jane Austen. Bu ismni eshitganingizda muhabbat, aql va jamiyat haqidagi nozik romanlar yodingizga tushadi. Ammo uning hayotida bitta javobsiz savol bor. Nima sababdan u juda yosh, 41 yoshida hayotdan ko'z yumgan? Jane Austen 1775-yilda Angliyada tug'ilgan. Uning asarlari bugun ham o'qiladi, seviladi va o'rganiladi. Lekin u shon-shuhratni ko'rmasdan sokin hayot kechirgan va kutilmaganda sog'ligi yomonlasha boshlagan. Rasmiy manbalarda uning o'lim sababi aniq ko'rsatilmagan. Shifokorlar ham aniq tashxis qo'ya olmagan. Bu esa yillar davomida turli savollarga sabab bo'lgan. Jane Austen singlisi Kassandraga ko'plab xatlar yozgan. Aynan shu xatlar eng muhim dalillardir. U zaiflik, doimiy charchoq va og'riqlar haqida yozadi. Ayrim xatlarda esa ko'rishining pasayib borayotganini aytib o'tadi. Tadqiqotchilar turli taxminlarni bildiradilar. Addison kasalligi, sil, hatto mushyak bilan zaharlanish ehtimoli. Ammo hech biri to'liq isbotlanmagan. Ba'zi olimlar fikricha, Jane Austen o'z qahramonlari orqali o'z holatini yashirincha bayon qilgan. Sabr, ichki og'riq, jim azob. Shuning uchun Jane Austenning o'limi hali ham sir bo'lib qolmoqda. Balkim uning eng katta sirli romani aynan uning o'z hayotidir. Siz nima deb o'ylaysiz? Uni nima o'ldirgan bo'lishi mumkin?